Haqiqiy tabiat shaydolari bilasizmi nima qilishadi? Ko'chada to'nkani ko'rib qolishsa, uyga olib kelib, undan go'zallik yaratishadi. Ishonmaysizmi? Marhamat, unda o'zingiz ko'ring. Mazkur yog'och kashfi aslini olganda bu ko'rimsiz holatda bir ustun edi. Ma'lum bir qismi, ya'ni 4dan 2 qismi chirigan holatda va yaroqsiz holatda bir chekkada yotar edi. Bir kun o'ziga xos tarzda shakl berishga qaror qildim va turli o'lchamlarda kesib olib va moslamalar orqali ichini teshib oldim va ushbu holatga keldi. Atroflarni silliqlab, pardozlagan holatda, so'ngra o'sha alif va lak bo'yoqlarini berib, biroz yaltiroq holatga keltirdim. Assalomu alaykum aziz gul shaydolari, sizlar bilan Mansurxon Yo'lchiboyev va biz bugun sukkulent gullardan o'ziga xos tarzda ko'rinishga, qiyofaga ega bo'lgan kompozitsiya tayyorlaymiz. Biz hozir mo'jazgina asosan sukkulentlardan iborat issiqxonamizdamiz. Bu yerda sukkulentlarning 400 ga yaqin turlari mavjud hozirgi kunda. Biz ulardan ayrimlarini tanlagan holatda oldimda turgan ushbu yog'och kashf tuvakka mos tushadiganlarini tanlaymiz va bugun sizlarga ushbu tuvagimizga chiroyli holatda kompozitsiya tayyorlash jarayonini birgalikda ko'rsatib o'tamiz. Ushbu yog'och kashfimizda sukkulentlar qancha muddat yashay oladi degan savol bo'lishi mumkin. Sukkulentlar asosan suvga talabchan emasligi bilan ajralib turadi, ya'ni o'zini bargida ko'p miqdorda suv saqlaydi va shu bois ham uzoq muddat suvsizlikka chiday oladi. E'tibor berish lozim bo'lgan jihati tagi teshik emas, teshik ochilmagan bu tuvagimizdan. Boisi ma'lum bir holatda purkash orqali suv beramiz gullarga va o'shani o'zi ularga yetarli darajada bo'ladi va uzoq muddat sukkulentlar bunda yashnab o'sa oladi. Demak, dastlab biz ushbu ko'rinishdagi, dizayndagi yog'och kashfimizga qaysi gullar to'g'ri keladi? Hozir esa sizlar bilan birgalikda bog'imizdagi gullardan tanlab olamiz va so'ngra ishimizni davom ettiramiz. Demak, biz kristovnik rolli gullarimiz bor, sukkulent gullar. Bu ham o'ziga xos tarzda kompozitsiyani ochadi. Ikki xil ko'rinishdagisi bor. Biroz uzunchoqroq bo'lgan, marvarid shaklini beradi va dumaloqroq shakldagisi bor. Har ikkisidan ham foydalanishga harakat qilamiz. Bu gullarimiz ham u qadar injiq bo'lmagan gullardan hisoblanadi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bularni shunchaki uzib olyapman. Tuproqqa mana shu bandi tegib qolsa, hisob tomir ortib ketadi va yana e'tibor berilsa, har 5-10 santimetrlarda o'zi tomir chiqargan bo'ladi. Mana shu joyi tuproqqa tegib qolsa, ko'karish ehtimoli katta bo'ladi. Bu yerlarimizda ham mana bu exiveriya gulimizni olamiz. Mana tomirlar ortib turibdi. Xo'p, bu yoqdan yana bizga kerak bo'ladigan gullarimiz. Bu ham o'ziga xos chiroyli, mana tomir ortishni boshlagan. Xo'p, mana bu gullarimizdan qirqib olamiz. Mana bu kaktusimiz ham juda chiroyli bo'lib ochilgan ekan. Shundan foydalansak ham bo'ladi. Tomirlari ancha qalinlashib ketgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Yonidan chiqqan bolachalari ham gullashga kelgan. Sukkulentlar bilan kaktuslar bir oilaga mansub hisoblanadi. Shu bois ham ularni bitta joyga ekish mumkin bo'ladi. Mana bu dollar pul daraxti deyiladi. Bundan ham foydalansak bo'ladi. Bu ham o'zgacha ko'rinish beradi. Bu gulimiz ham o'ziga xos. Mana hammasi chiroyli tomir ortib turibdi bular. Mana bu gulimizni ham ishlatsak bo'ladi.
Ha, mana bu gulimiz ham chiroyli ochadi kompozitsiyani. Rangi ham o'ziga xos, yorqin bo'lgan. Buni ham qirqib olyapman. Tomir ochishi juda ham oson. Bir haftada tomir chiqarib rivojlanib ketadi. Bu yoqda foydalanishimiz mumkin bo'lgan. Har ehtimolga qarshi mana bu kaktusimizdan ham olamiz. Chiqib tomiri uzunroq bo'lsa bo'ldi. Bu gullarimiz Echeveria. To'yda ixchamroq o'sadi. Yerda esa ko'rib turganingizdek juda ham quvvat olib, nima deydi? Pishqirib ketadi deydimi? Chiroyli o'sib ketadi. Xo'p, bizga yana qaysi gullar kerak bo'ladi? Asosan gullar tanlayotganda 3 xil kompozitsiyani hisobini olish kerak. Old tomon, o'rta qator va orqa qator. O'sha qatorlarni to'ldirish talab etiladi. Bu gulimiz ham o'ziga xos ko'rinish beradi. Shunaqa ajaplanishingiz mumkin. Deyarli ko'pini qirqib olyapman. Demak, ish stolimizga joylab olamiz. Mana gullarimizni olib kelib oldik. Bir dasturxon deydi-ku mana. Mana shuncha gullar keldi. Bularni qurib qolmasligiga sabab yuqorida aytib o'tdim. Ya'ni o'zini tanasida, asosan bargida suv saqlaydi, uzoq muddat yashay oladi. Ba'zida turli bozorlarga yoki yarmarkalarda ishtirok etganimizda mahalliy o'zimizni aholimiz so'rashadi, o'tmi bu deyshadi. To'g'ri, ba'zi birlari o'tga ham o'xshab ketadi, lekin odatdagi o'tni uzib, shunchaki tashlab qo'ysangiz 1 soatga qolmasdan qurib qoladi. Hozir ma'lumot o'rnida ko'rsatib o'taman. Mana shu jonini sinayapman. 8 oy bo'ldi. 8 oydan buyon tomiri tashqarida turibdi. Hattoki gulladi. Mana shu holatda. Qancha vaqt tura olishi, yashay olishini har bitta gulni tajriba sifatida o'tkazaman o'zim. Qancha yashay oladi? Qaysidir biri issiqqa chidamli, qaysidir biri soyada, qaysidir biri 50 ga 50 desa ham bo'ladi. Mana shunday holatda tajriba qilib, bizdan xarid qilayotgan xaridorlarga ham ularni joylashuvi, xonasi yoki yaratib berayotgan sharoitini inobatga olgan holatda ularga tayyorlab beramiz. Biz hozir tayyorlayotgan kompozitsiya ham asosan issiqsevar, ya'ni yorug'likka talabchan bo'lgan gullardan foydalanyapmiz va ularni albatta yorug' joyga qo'yish kerak bo'ladi. Demak, ishimizni boshlaymiz. Dastlab bizda universal tuproqni tayyorlab olganmiz. Buning ichida torf, perlit, vermikulit va o'sha barcha ozuqalar hammasi mujassam. Odatda sukkulentlar uchun u qadar chuqur bo'lgan idishlar tavsiya etilmaydi. Boisi ularni ildizlari popuk ildiz hisoblanadi va chuqur joylashmaydi. Yuza qismida bemalol yaxshi ildiz otadi va rivojlana oladi. Aytib o'tish kerak, hozir biz foydalanayotgan tuproq, ya'ni maxsus universal tuproq hisoblanadi. Bunda o'sha barcha ozuqaviy elementlar mavjud hamda tomirlarning yaxshi rivojlanishi uchun havo o'tkazuvchanligi yuqori, ya'ni g'ovaklik. Biz o'zimizni oddiy tuproqda ham sinov tajribasini amalga oshirib ko'rganman. Yerda ham o'sadi. Agarki tuprog'ingiz unumdor bo'lsa, juda ham chiroyli o'sadi. Chunki yerdan quvvat olish bir o'ziga xos ularga kuch beradi. Agar yer unumsiz bo'lsa, 4 santimetrlik o'sha sukkulent gulingiz oylab o'sha holatda turadi. Na o'sadi, na quriydi. Ya'ni stress holatida turaveradi. Buni ham o'sha tajribadan o'zim o'tkazib ko'rganman. Agar yerga ekmoqchi bo'lsangiz, mana hozir bahor, keyin yoz keladi. Hamma hovlida turadiganlar uchun ayniqsa bu tavsiya bera olaman. Hovlingizning o'sha gulzor qismiga yoki landshaft qilmoqchi bo'lgan qismingizga ushbu sukkulentlarni ekishingiz mumkin.
toki qish kelgungacha juda ham chiroyli o'sadi. Kattaligi, hajmi ham o'ziga xos katta bo'ladi va ranglari ham o'ziga xos tiniqlashadi, ya'ni quyosh nuridan bahra olganda. Lekin to'g'ridan to'g'ri bizning yozni chillasida ularni quyosh tig'ida qoldirishni tavsiya etmayman, biroz soya berish kerak bo'ladi. Demak, dastlab qaysi gullarimizdan boshlaymiz? Bizni yog'och kashbomizning ikki cheti biroz ochiqroq holatda, ya'ni qiyalik bor. Ushbu qismni yopishga harakat qilamiz. Asosan qaysi gullar yopa oladi? Bargi va hajmi katta bo'lgan gullarni mana shunday ochiq joylarni yopishda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Tomiri mavjud, lekin tana sifatida o'sgan tomir kamligi uchun bu yerda bu joylashishi qiyinroq bo'ladi. Biz boshqa gulimizni tanlaymiz. Mana shu tomirini ko'rishingiz mumkin. Bu o'rtacha tuproqda rivojlangan. Demak, mana atrofidan bolachalar chiqargan. Bu ham qavat-qavat bo'lib o'ziga xos chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Shu gulimizni mana shu burchakni yopish uchun foydalanamiz. Ozgina tana qismi bor va tomiri ham bor. Ya'ni bu yoqda ushlanib qoladi. Marvarid chodasiga o'xshagan gullarimizni ham oldik. Hozir ularni topib olsam. Mana shu gullarimiz ham adashmasam noyabr oyida kesib qo'yganman. O'shandan buyon turibdi. Deyarli qurigani yo'q. Tomirlar chiqargan. Ya'ni ekishga tayyor. Bular asosan chetga yoki o'rta qismlarida o'ziga xos bir chiroy bag'ishlaydi. Hozir biz o'lchab olamiz va bu bilan birgalikda ekamiz. Bu gulimiz 1,5 yil mana shu holatga kelgan, 1,5 yil bo'lgan holatiga. Qancha ko'p o'ssa, mana shu tomiridan yuqoriga qarab tana rivojlanib boradi va chuqurroq bo'lgan kompozitsiyalarga foydalanish qulayroq bo'ladi. Mana bunisi esa yerda o'sgan holatda, bu tuvayda o'sgan, bunisi yerda. Hali u qadar tana shakllanmagan. Pastki barglarni olib tashlasak bo'ladi, qo'rqmasdan. Bu barglar albatta uvol bo'lmaydi. Bir chetga tashlab qo'yamiz. Ulardan kichik-kichik bolachalar chiqadi. Bu gulimiz ham o'ziga xos ko'rinishga ega. Pinsetlardan foydalanib turamiz. Demak, kashbotuvagimizning old tomoni sizlarga ko'rinib turgan tomon hisoblanadi. Shu bois orqaga biroz bo'yi bor gullardan foydalanamiz. Buni nomi eshak dumitda. O'zbek tilida biroz qo'polroq eshitiladi, lekin o'zini ko'rinishi chiroyli. Bu ham ko'plab kompozitsiyalarni ochishda ishlatiladi. Xo'p, kompozitsiyada ranglar xilma-xilligiga ham e'tibor berish kerak bo'ladi. Bu gulimiz ham tomiri yo'q, kesib oldim, lekin u qadar injiq emas. Juda ham tez tomir ortadi va shoxlab chiroyli ko'rinishga keladi. Demak, orqa qismimizni yo'q, hozir to'sib qo'yar ekan bu. Tuprog'imiz juda ham yumshoq va g'ovaksimon bo'lganligi uchun uni bosib gullarni ekishda davom etamiz. Tomirlarni qirqib tashlasak ham bo'ladi. Boisi yangidan chiqadi. Kaktusning o'zi qo'lga juda ham yopishqoq. Shakli biroz egilgan holatda o'sgan. Shu bois ham
o'zini shu qiyofasini saqlashga harakat qilamiz. Ya'ni egilgan holatda qoldiramiz. Bu gulimiz ham aslida qizarish kerak. Rangi to'q qizil holatda bo'ladi. Chiroyli ko'rinish beradi, lekin hali ozgina ulgurmay qoldi. Bunday kompozitsiya gullarni bizni xalqimiz yaqin 3-4 yillarda yaxshi qabul qila boshladi. Avvallari biroz shular ham gulmi, o'tga o'xshaydi-ku, rangini xunukligini degan ta'na-dashnomlarni eshitardik. Bir orada bu gullardan qaytish fikri ham paydo bo'lib qoldi, lekin biz to'xtamadik, harakat qildik. Ya'ni shularni yana ham chiroyli, o'ziga xosligini saqlagan holatda taqdim etishga harakat qilyapmiz. Hozir ko'z tegmasini ancha yaxshi. Ko'pchilik tushunadi bu gullarni. O'zimning kasbim ijodiy jarayonga bog'liq u ham, ya'ni jurnalist bo'lib televideniyada faoliyat ko'rsataman. Bir necha yillardan buyon, aniqroq qilib aytganda bir 18 yilcha bo'lib qoldi. O'sha turli yillar davomida turli o'sha telekanallarda faoliyat olib borganman. Lekin gullarga bo'lgan qiziqish yoshlikdan. Men qayerda bo'lsam, har doim xonamda gullar bo'lgan. Hattoki harbiy xizmatda ham. O'sha 1 yillik harbiy xizmatda ham xonamni gullarga to'ldirganman. Albatta buni ijobiy qabul qilishgan. Undan keyin o'qish davrida ham savol bo'lishi mumkin, nega endi aynan sukkulent gullar? Boshqa gullar ham bor-ku. To'g'ri, avvallari boshqa xona gullarini ko'p o'stirganman. U gullar ham menga yoqadi, ko'rinishi o'zgacha. Lekin sukkulent gullarga bo'lgan qiziqish 2018-yillardan boshlangan. Ushbu issiqxonani tashkil qilganimizda boshqa gullar bor edi aslini olganda, lekin ular shakli va ko'rinishi katta bo'lganligi sababli ko'p joy egallardi. Keyin o'ylab qolganman, kamroq joydan ko'proq gullarni o'stirish mumkinligini sekin-asta o'rgana boshladim va sukkulentlarga duch keldim. Ko'rib turganingizdek, ular u qadar katta bo'lib ketmaydi. Kichik bo'lsa-da, o'ziga xos bir chiroyga ega. Shu boisdan ham 2019-yildan boshlab Toshkent shahri va respublikada kimda mana shunday gullar bo'lsa, yig'ishni boshladim, ya'ni kolleksiya qilishni boshladim. O'zim ko'rsatuvlar tayyorlaganim sababli o'sha ko'plab syomka joylarga borganda yoki aynan mana shunday gulchilik faoliyati bilan shug'ullanayotgan hamyurtlarimizni xonadonlariga borganimda ulardan bitta-ikkita bo'lsa ham olib kelib, xarid qilib, sekin-astalik bilan o'zimni ko'paytira boshladim. Siz ko'rib turgan mana shu yerdagi hamma gullar bitta guldan tarqagan, ya'ni ko'paygan. Hammasini bitta onasi bor. Endi bunga salkam 3 yil umrim ketdi bu gullarni ko'paytirish uchun. Yana bir shu yillar davomida ko'pchilikning esida bo'lsa kerak, anomal sovuq degan narsa bo'ldi. Deyarli 80% dan ayrilib qolganman. Boisi hammasi sovuq bo'lib ketgan. O'sha anomal sovuqda hamma eslaydi, yaxshi eslaydi. Barcha o'sha elektr va gaz tarmoqlarida o'sha katta kuchlanish va yuklamalar bo'lganligi sababli yetkazib berish qiyin bo'lgan albatta. Va bu jarayonda biz isitish tizimini amallay olmaganmiz, saqlay olmaganmiz. Ulgurganimizcha uyda ichiga olib kirganmiz. Lekin ko'p qismi nobud bo'lgan. Xalqimizda o'sha gap bor, yiqilgan kurashga to'ymas deb. Keyin bahordan yana jahl qilib
yana gullar yig'ishga tushdik. Ko'z tegmasin, gullarimizni soni ham ancha ko'paydi. Dastlab faqat zavq olish uchun edi. To'g'risini aytganda, birinchi o'zi odatda gul sotmayman. Sotishni yoqtirmayman, chunki bunga qancha vaqt ketadi, qancha mehr ketadi bunga. Nima deydi? Bu shafqatsiz usul bilan ko'proq onam va ayolim shug'ullanadilar. Lekin bundoq olib qaraganda shuncha mehnat o'z navbatida sarf xarajat bo'ladi. Buni isitish uchun yoki issiqxonani mana shu holatga keltirish uchun va yana boshqa xarajatlari bor. Ularni o'z navbatida qoplash kerak. Shundan so'ng yaqin 2 yil davomida, mana bu yilda hisoblasak 3 yil bo'ladi. Ya'ni buni biznes faoliyatiga aylantirishga qaror qildik, ya'ni oilaviy tadbirkorlik. Ushbu gullarni asosan ijtimoiy tarmoqlar orqali sotamiz, deyarli ko'p holatlarda va bahor va kuz oylarida ushbu gul sevarlar o'zining klublari bor, turli yarmarkalar amalga oshiriladi. Ushbu yarmarkalarga ishtirok etish orqali ham sotamiz. Siz ko'rib turgan mana shu gullarimiz, aytib o'tishim kerak, boshqa mazkur turdagi gul bilan shug'ullanuvchilarga nisbatan bizda tan narxi ancha arzon tushadi va xaridorlarga ham ularni arzon taqdim etamiz. Yana bizning o'sha faoliyatimizni kuzatib borayotgan xaridorlar bilishadi, 2 yil oldingi qo'ygan narxlarimiz hali ham o'zgarishsiz turibdi. Ya'ni to'g'ri, bozor muhiti o'sib boradi, ko'pgina narsalar o'sib boradi, lekin go'zallikni bahosi yo'q deb hisoblayman, shuning uchun o'sha narxda qoldirganmiz. Narx belgilashda har bitta gulni hisobga olamiz, ya'ni donasini. Deylik, eng arzon gullarimiz 5000 so'mdan. Eng qimmatlari esa 80 ming, 100 ming so'mgacha bor. Ya'ni naviga qarab. Bizda uchrash yoki ko'p holatiga qarab gullarni baholaymiz. Ya'ni misol uchun mazkur kompozitsiyamizda nechta gul ishtirok etadi? O'rtacha hozir hisoblaganimizda ham 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deylik, o'rtacha 20 ta. Bahosini ham o'rtacha 10 ming so'mdan deylik, eng minimal hisoblaganimizda 20 ta gulimizni o'zi 200 ming so'm narx chiqarib turibdi hozir. Mana shu kompozitsiyamiz uchun. Albatta, yog'ochga ishlov berish ko'pchilikka ma'lum, bu qo'l mehnati, o'ziga xos tarzda baribir alohida qadri ham, narxi ham bo'ladi. Deylik, ushbu kashfimizning tayyorlanishiga va shu holatga kelishigacha bo'lgan holatni 100 ming so'm deb baholaylik. 300 ming so'm bo'ldi. Endi mehnatimizga 15 ming, 20 ming so'm qo'shsak, shu 320 ming so'm mana shuni atrofida mana shu gulimiz tayyor bo'ladi. Menimcha u qadar qimmat emas, ya'ni ushbu gulni sevuvchilar, tushunadiganlar uchun turli bayramlar oldidan savdo o'ziga xos bo'ladi, yaxshi. Talab ham birmuncha ko'payadi. Ya'ni o'sha o'zlarini yaqinlarini tabriklash uchun. Bundan tashqari o'sha turli tug'ilgan kunlar yoki yaxshi kunlarda yana shunday mijozlarimiz bor. Ilmiy faoliyat bilan shug'ullanadigan yoki o'sha turli konferensiyalar yoki o'zaro ishchi xodimlariga yoki dugonalariga ham ushbu kompozitsiyalardan taqdim etishni lozim topishadi va mana shunday holatdagi kompozitsiyalarni tayyorlab beramiz. Bular 50 ming, 55 ming tan narxi tushadi va shu qiymatda sotamiz. Har qanday insonni menimcha xursand qila oladi ko'rinishidan ham. Asosiysi tabiiy gullar. Yana ko'pchilik savol beradi. Ko'pincha yaqinda ham aytib o'tishim kerak, o'sha bozor rastalariga olib chiqqanimizda deyarli 80-85% sun'iy gullar. O'shalarda qatorida buni ham sun'iy gullar qatorida qaramay o'tib ketganlar bo'lgan. Keyin qaytib kelib, bu tabiiymi degan savolni berib va o'zlari ko'zlari bilan, qo'llari bilan ushlab ko'rgandan so'ng qiziqishlari yanada ham ortgan. Agar mana bunday kalanqo'ylardan foydalansak ham bo'lardi o'rta qismiga. Lekin bularni gullash davri 1 oy, 1,5 oygacha mana shu gulni saqlab qoladi. Keyin esa, ya'ni gullarini olib tashlashga to'g'ri keladi.
aslida foydalansak ham bo'ladi, lekin bugun biz faqat sukulentlarning o'zidan foydalandik. Ushbu kalanxo'ylardan iborat bo'lgan kompozitsiyalar ham o'ziga xos ko'rinishga ega. Mana shu ko'rishingiz mumkin. Ya'ni betondan yasalgan tuvak. Buni ham o'zimiz qo'limiz bilan qo'l mehnati asosida yasalgan. Deyarli tayyor bo'lib qoldi. Demak, bizda mana bunday aksessuarlar bor, xonqizilar, qo'ziqorin, kapalak yoki boshqa jonivorlar. Ulardan ham bemalol foydalansak bo'ladi. Demak, qo'ziqorinimizni orqa qismiga qo'ydik. Bular ham kompozitsiyaga o'ziga xos bir ko'rinish beradi. Ya'ni tabiatda qanday ko'rinishda bo'lsa, o'shanday bo'lishga harakat qilamiz. Agar ma'lum bir qismlari ochiq qoladigan bo'lsa, tosh bilan ham dekorativniy toshlar bor. Ular bilan yopib yuborishga harakat qilamiz. Mana bu qushchalarimiz ham bor, ya'ni qushlar inida polaponlarni ochib chiqishini kutmoqda. Ularni ham turli kompozitsiyalarga ishlatishimiz mumkin, o'ziga xos chiroyli. Buni ham qolipi bor, ya'ni o'zimiz tayyorlaymiz va farzandlarimiz qiziqib bularni o'zlari bo'yashadi. Shu bilan birga ular ham ish bilan band bo'lishadi, ham o'ziga xos bir hunarni egallab borishadi yoshlikdan. Kashpotuvogimiz biroz kattaroq va uzunroq hajmda bo'lganligi uchun kapalaklardan ikkita joyda foydalansak bo'ladi. Demak, ularni qo'nib turishi uchun odatdagi kichik daraxtlarning shoxchalaridan foydalanamiz. Yana ko'rsatib o'tishim mumkin, mana oddiy o'zimizning bog'imizdan umrini yashagan yoki joyini o'zgartirmoqchi bo'lgan gilos va olma daraxtlarimizning tomiri, ularni ham tashlab yubormaganmiz. Kesib, o'sha chiroyli shakllarni olib, yuvib, tozalab, alif lak berib, mana shu holatga kelgan. Bular ham o'zini vaqtini kutyapti hozir. O'ziga xos bir ilhom kelishini kutyapti. O'zi turli holatlarda kompozitsiya tayyorlashimiz mumkin bo'ladi. O'ylaymanki, chiroyli chiqadi bunda ham. Kompozitsiyamiz yashilroq rangga ko'proq moyil bo'lib qoldi. Shuning uchun ozgina rangini kolorit bo'lishi uchun qizil ko'rinishdagi sukkulentimizdan foydalanamiz. Demak, hozir ikkita shoxni tayyorlab oldim. Bu shoxlar ham begona emas, o'zimizning shaftolimizdan qurigan shoxlari. Bularga kapalaklarni hozir joylashtirib, o'ziga mos bo'lgan joylariga qo'yamiz. Deyarli tayyor kompozitsiyamiz. Hozir bularga ozgina suv purkab yuborsak ham bo'ladi. O'zi tuprog'imizning namligi yaxshi edi. Hozir qisman mana shu suv purkash orqali yetarli darajada bo'ladi va shu bilan 10 kun, 15 kungacha bularga suv berish shart emas. Bemalol mana shu namlik bilan yaxshi his qila oladi o'zini. Aziz tomoshabinlar, kompozitsiyamiz tayyor. Ko'rishingiz mumkin. Har tomondan. O'ylaymizki, sizlarga ham bu manzur bo'ldi. Mana shunday kompozitsiyalarni tayyorlashga yoki mana shunday gullarga qiziqsangiz, sizni bog'imizga taklif etamiz. O'zingizni qo'lingiz bilan barcha jihozlar, barcha kerakli gullar yoki tuvaklarni beramiz. O'zingiz agar qiziqsangiz, bemalol tayyorlab, ushbu jarayonda o'zingiz ko'nglingizdan his qilib, o'tkazdirib, mana shunday go'zallikni yaratishingiz mumkin bo'ladi. Biz bugun yog'ochdan tayyorlangan kashponi ko'rsatib o'tdik va undan
unga turli sukkulent gullardan kompozitsiya tayyorlash jarayonlarini ko'rsatib o'tdik. Kelgusi sonlarimizda esa aynan sementdan, ya'ni beton kashbollarni tayyorlash jarayonlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Demak, bizni kuzatishda davom eting.